Ya, ha, Akmalxon. Assalomu alaykum. So'msiz Akmalxon? Ha, yaxshi. Nima ko'rmay ketdingiz? Xudo xolisa endi boshladi. Ha. Qo'ylarni eng zo'rlaridan kelamiz. Bugunga nechi partiya? Bugungi Xudo xolisa 3 partiya chiqaradi. Hop, Arzondan ham bo'ladi. arzon bo'ladi. Qarashan zo'ridan ham bo'ladi. Hammasidan bo'ladi. Hammasidan bo'ladi. Qog'ozlar bo'ladi, naqd qog'ozlar. Naqd bo'g'ozlar. Naqd. Zo'rlar chiqadi. Bugunga mana shu xolos birinchi videoyimizga. Aha, birinchi partiyaga 3 dona haqiqiy dahshat yetkazasizlar. Bu garbanoslarni qaranglar, buni arashanlarni. Yarichkada desang bo'laverar ekan bularni. Ular zoti boridan tozasi. Bu garbanosni qaranglar, obunachilar, akalar. Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'ida shu Akmaljon do'stimizning xonadonida turibmiz. 3 tagina bo'g'oz sovliqlardan ekan. Haqiqiy go'zal qilib tayyor qilib qo'yilgan qo'ylar. Mana qaranglar. Bu qorinni qarang. Akmaljon, bu nima u qonni ikki tomonga chiqib ketgan? Ikizakmi bu? Ikizakchimi bu? Xolisa ikkinchi qorinlar. Ha, ikkinchi qorinlar. Qo'chqordan ajragan. Yaqinda ajradi, Xudo xolisa. Obunachilar mana. Qo'ylar arzisa bittadan like bosib, kommentga yozib ketasizlar. Mana qo'ylarni qaranglar. Qo'chqorga o'xshab ketibdi. Nariga qo'yingiz. Akmaljon, bular yoshi qanaqa? Ularning yoshi mana shu bittasi qo'zi. Birinchi qo'zi. Hop. Bular 4 ishdan. 4 tushmi nariga katta ham? Ha, 4 ish. Ha, ular yosh ekan. Demak, ikkinchi qoringa bo'g'oz ekan qo'ylar. Qo'yga bo'lgan. Xudo xolisa zo'r qo'ylar. Obunachilar arashanni zo'rini olaman deganga tavsiya qilamiz. Qo'ylar hammasi bo'g'oz. Quloqni qaranglar turishini, quloqni joylashishini, garbanos. Ushak ko'rsatay. Mana shuni bitta ushlaylik. Hali Eplab ham bo'lmaydi-ku buni Akmaljon. O'tirib yelkalari tepadan bitta video qilaylikchi. Vo, qorinda. Voy, voy. Begemotmi bu? haqiqiy bu arashan chistasi va shu bo'ladi. Mana arashan, haqiqiy mana quloqni qaranglar. Quloq ham 18, xotirjam 18 chiqadi. Belni bir ko'rsataylik. Mana barmog'im yetmayapti belga. Bu beldi. Beldi qarang tepadan. Va qo'limdan katta, mana yelka ham katta qo'limdan. Ha, jonivar, haqiqiy tikka dumba ekan. Dumbalari ham tikka. Arashan toza ekan. Tishini ham bitta ko'raylik mana shuni. Tishini. 4 ish. Tishi 4 tish ekan. Yo'q, Butun 4 tishga chiqibdi. 4 ishga chiqdi. Hozir qo'ydi, ishqibozlarga beramiz buni. Akalar oyoqlarni qaranglar, oyoqlar ham tikka, bitta yerda nuqson yo'q ekan jonivar. Maqtasang, maqtashga arziydigan qo'ylar ekan. Maqtasang bitta chekkaga o'tirib olib, kechgacha o'tirib maqtaveradigan qo'ylar ekan. Haqiqiy go'zal. Garbanos qishqo'z oldim. Qo'yni o'zidan ham garbanos. Bitta ikkita qo'chqor tug'ib bersa kerak mana shular. Buzot qolib yuraveradigan. O'zi ikkizach bo'lgandan keyin bitta qo'chqor, bitta sovliq tug'ib bersa, naborot yana ham zo'r bo'ladi. Nimaga buni zotini oladiganlar ishqibozlar sovliq tuxsin davradi. Bu jonivar dal o'zi ham yashagan. Hali yana bu 3-4 ta xotirjam tug'ib beraveradi. Nargilarni ko'raylik, qo'yaveraverin endi. Buni bo'ylari 85. Aytmaylik. Bo'yi 85 chiqdimi? 85. Ha, jonivar zo'r chiqibdi. Uzunligi ham uzun bu qo'chqor. Uzunligi ham hozir. Qo'chqor bo'lib ketibdi bu qo'chqor olib. Qo'yverchi mana bitta polvonni ko'raylikchi. Haqiqiy ikkizachini ham yorvorishini ekan. Ammo mana bular ham go'zal ekan. Akmaljon, buni endi narxini qo'yaylik, endi realni chiroyli qilib narx boshida chiroyli qilib qo'yamiz deyildi. Ashin narxini birinchi qo'yaylik. Ha, kattani. So'mda qilib 8,5 ga chiqarib beramiz. Dastavka qilib Toshkentgacha. Ikkizachini ya? Ha, ikkizach. 8,5 million so'm bu. Ha, 8,5 million so'm dastavkasi ichida. Dastavka ichida tekin. Tekin. Dastavka qayergacha? Toshkentgacha besplatno yetkazib beraman shuni. Toshkentgacha besplatno. Vohadan so'rab qolsa bundan yo'q. Undan ag'a kelishilgan holda. Undan yo'q kelishilgan holda. Obunachilar kattasini 8 million 500 ming so'mga Toshkentgacha dastavkasi bepul ekan. Ikkizachisi. Nargilarichi? Bunisini 7,5 ga chiqarib beraman. Bunisi 7 million 500 ming. Haqiqatan bunisi 7 million 500 mingga. Bo'yi bir xil, nimaga bu 7 million 500 ming? Endi bu bilan buni ancha farqi bor. Qanashida, kattaligida. Ha, Buni demak, kelishtirib chiqaraylik, sotilsa. shu pul realniy bo'lsin-da, sotilsin-da, bunda chiqib bayga videoni baland qo'yib videoni ko'paytirish kerak yo'q. Bunisini-chi mana bu qo'zimi bu, yekitishmi? Bu qo'zi hali. Hali qo'zimi bu? Qo'zi bo'lib 4 ishlar bilan baravarmi bu? Ha.
Ha, buni garbanos demak hamma yo'q zo'r, quloq zo'r. Mashi ham bo'g'oz. Yon bo'g'oz. Qarashan qo'chqordan ajragan. Ishonchli mashina. Buni garbanos qaranglar. Garbanos ham otganlar, chiroyli keladi. Buni narxini hozirdan 6 millionga tashlab qilib chiqarib beraman. 6 millionmi? Toshkentgacha besplatno ketaveradi mashina bo'g'oz. Ash. Janavar 6 million. Mana shu eng arzon mana shu bo'ldi. Haqiqatan aytganga yarasha gapga javob bo'ldi. 6 million. Yonida bitta bolasi bo'lsa, agar sog'liq bo'lsa ham $1000 sotilyapti bu jonivorlar. Yonida bitta qo'zisi, 10 kunlik qo'zisi bilan $1000 sotilyapti. Hammasini olaman deganga uchalarsiz bir yerga bo'lsa kelishtirib beraman. Uchovini necha pulga beramiz, Akmaljon? Uchovini kelishtir. Uchalarsiz 22 bo'lsa-da Boshqatda. bir joyga olsa 21 ga yetkazib beraman. Uchalasin. Uchalarsiz zo'r o'tib beraman. Hammasi uchalasin oq odamga mana kelib 7 million olib ketdi. Şu anda katta ham ichida. Ha, jonivorlar. Xudo xolisa akalar tug'dirib, yana qo'y qilib olib yuraman deganlarga haqiqatan qo'ylar yarichga. Go'zal. Qo'ying bormi desa, uyimda qo'y bor deganda olib yuraveradigan qo'ylar ekan. Bolasini oladigan, ikizakchi. Xudo xolisa ikizak tug'ib bersa agar, mana bular. Zo'r, kambag'alni bo'y qiladi mana bular. Qo'ylarni qaranglar bittadan. Ishqibozchilikka tashab qo'yib baqadigan ekan. Akmaljon, keyingilarni olib chiqamizmi? Keyingilarga o'tamiz. Keyingilarni olib chiqaylik. Mana orqalarida hammasini. Akmaljon, keyingi partiyasi qani? Keyingi partiya shayda. Bular narxi qanaqa ular? Ular narxi Quloy mahir, arzon bo'ladi. arzon bular. Arzon bo'ladi. Qisirmi, bo'g'ozmi? Bo'g'oz hammasi, narx bo'g'oz. O'z tug'ay deb qo'ygan. Bir oyda borib bormay tug'adi, bir oyda o'tib. Mana obunachilar, bular ham naq bo'g'oz ekan. Jonivorlar, ularda ham yenlari zo'r ekan, polvon qo'ylar ekan. Hammasi naq bo'g'oz. Mana yurishin. Yoshlari qanaqa dedik Akmaljon buni? Qaysi birini? Hammasi qanaqa yashini bittadan ma'lumotni aytib o'tgizing. 6 ikkita qo'zisi bor, tushirmagan. Qo'zisi mana shu qo'ziga o'xshab turibdi, mana mana shu qizil kashtani qo'zasi tushirmagan. Naq bo'g'oz u yoq. bu naq bo'g'oz. Mana shu ikkovimi qo'zi? Ha, shekalasi qo'zi. Ha, jonivorlar, haqiqatan dumbalarini qaranglar, tikka dumba. Yorma dumbadan ekan. Kelishgan dumbalar ham sifati badani ham zo'r. Buni dalaga yetalagani ham dumbalar zo'r ekan. Vohida akalar ham o'zi tushunadi buni. Dumbasi kichilib ketmaydigan dumbadan ekan. Jonivorlar. Soni nechta dedik Akmaljon? 7 dona. 7 dona. 7 dona. Yeb ichishlari, sog'lig'i, Yeb ishlari bir hafta sinov olishaveradi. sinab olishaveradi. Kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Bularni hop qo'ylar, bular qaydan kelgan? Bular bular Vohaniki. Vohani qo'ylar. Vohani qo'ylari. Vohani qo'y ekan. Haqiqatan bekarga emas ekan. Vohani qo'y hisori bo'ladi. O'zi juni tulab tushiradigan variantdan ekanda bular. Akmaljon, bular narxini bitta qo'yaylik. Narxini 5,5 million o'tib beraman. Yo'q, baland u. Baland 5 million 400 dan bo'lsan, 1 Yo'q, o'zingizga boshqatda. Boladigan qilib 5 million 200 dan olishim, baraka Toshkentgacha dastakasi meni bo'ynimda. Endi haqiqiy erkakcha gap bo'ldi. Mana 5 million 200 mingdan bo'ldi bulari. Mana xudo xolisa telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Hammasi bo'g'oz ekan, naq bo'g'oz. Shu fevral ag'bag'ida tug'adigan qo'ylar, fevralga o'tib tug'adigan qo'ylar. Hop, telefon nomerni qo'yamiz, chiqib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa mana shular chiroyli qilib o'tkazib yetkazib beramiz. Mana lapillab qolmas. Ikkala qo'zi ham. O'zi ikkala qo'zi, o'ying yaqin ikkala qo'zi shekilli. Hammasi yelini tashlab qoldi o'zi. Bular yelini tashlab qo'ygan bo'lsa, yana bolasini olib yuraveradigan qo'ylar ekan. Qo'ylar hammasi polvon ekan. Ikkita qo'zisiga, ikkita qo'z, mana bu qo'zini qaranglar, garbanosdi. Hozirgi arasham bilan pashti bir xil turibdi-yu bu. Mana shu qo'zi. Odamlar arashan deb sotyapti shunaqani dollarda. Mana arashanni boshqacharoq ekan mana. O'ta go'zal garbanos. Mana ko'k bilan mana shu qo'zi ekan. Polvon. Qo'chqorga o'xshab yuradi. Ya jonivorlar, qo'chqorga o'xshab ketibdi. Narxi 5 million 200 mingdan qo'yildi. 200 dan ketaveradi. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Toshkentgacha besplatni. Dastlabkilar ichida hamma yo'g'i. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Yeb ichishini sinab olaverasizlar. Mana qo'ylarni uzoqdan video qilamiz. Keyingilarni olib chiqamizmi? Mana bu ham boshqacha narsa ekan. Akmaljon, keyingi partiyasi. Keyingi partiyada 4 dona arzon zo'ridan chiqaramiz. Bular qanaqa? Qo'chqor, sog'liq. Bular sog'liq hammasi. Bular ham sog'liq. Ha, bittami ekitishga o'tyapti bular, ekitishga yoryapti. Voy jonivorlar, hammasi qo'zi sog'liq ekan. Bittasi tish yoryapti. Ha.
Qaysi birligini bilmaysiz? Qaysi birligini hali bilmayman. To'ra bitta yurgan. To'rava birga yurgan dalani qo'yadi. Hash ikkovini ushlanglarchi, hash ikkovini ushlaylikchi, ikkovida ham baldoq bor ekan. Bilasizmi banda? Qani? Garbanos quloqlar butun. Qani? Baldoq bor ekan mana janavar. Baldoq ham bor. Ikkovida ikkita baldoq bor ekan. Shu qorada ham baldoq bor ekan. Sherikda bular jup. Jupmi o'zi bular? Ha, bular jup. To'ra bitta yurgan. To'rava bitta. Bular qochqanmi, qochmaganmi? Bular qochqardan ajragan, dalada yurgan 50 kerak. Ha, lekin 100% bo'g'az deb sotilmaydi. Poyez bo'g'az berilmaydi. Demak, aniq hali bilinib qolgan yo'q. Qisirga boqsa ham bo'laveradi. Qisirga boqsa bilinmaydi Lekin akalar olib baqib turar ekansizlar, bo'g'az chiqib qolishi mumkin ekan. Lekin qo'ylarni bo'g'az chiqmasa, dalani qo'yib qochib yurgan. bo'g'az chiqmasa, qo'chqor qo'shib qochiradigan qo'ylar ekan. Qo'ylarni kallavosh garbanos go'zal ekan. Bo'g'az bo'lishi mumkin, mana bo'g'azni bilinyapti. Hash bo'g'az bo'lishi mumkin. Mana garbanosni qaranglar. Bular hali tug'magan sovliqlar, chiroyli o'sha yosh sovliqlardan ekan. Qo'chqari bor odam to'rovini bitta yerga tashlab qo'yib, qochirtirib, bolasini olib yurganda 8 kishi bo'lguncha ancha bolasini oladigan qo'ylar ekan. Akmaljon, bular dastavkasi qancha bular? Bular dastavkasi Toshkentgacha besplatno beraman. Oldim deyishda o'tib beraman kelishtirib. Mana, narxini bitta qulay aytaylik bularni. Qulay 4 million 300 dan Toshkentgacha yetkazib beraman. 4 million 300 ming so'mdan. Ketaveradi. Ayrini qilib beramizmi? Narxi 4 million 300 ming 4 bo'ldi. million 200 dan qilib beraman Toshkentgacha besplatno. Realni? Ichida ketaveradi. 4 million 200 mingdan telefon qilib hammasini olaman desa bir joyga yo'l qo'yib beramizmi yana? Dastavkasi ichida qilib Dastavkasi ichida besplatno. 4 million 200 mingdan dastavkasi ichida ekan. Toshkentdan, Samarqanddan, Vohadan telefon qilib qolishdi. Yo'l kirasi kelishilgan oldi Toshkentdan. Yetkazib beraveraman. Qayerga bo'lsa O'zbekistondami? O'zbekiston bo'ylab dastavkasini yetkazib beriladi. Kelishilgan holda, Toshkentning u yog'i kelishilgan holda. Qo'ylarni bo'ylar o'lchamadlar, qiziqishdi. Qo'ylar 75 ga olishaversa, 75 ga olaverar ekansizlar qo'ylarni. Ammo to'rovini bitta yem hashaq taznasini berib, qo'y qilib oliradigan qo'ylar ekan. Prosta qo'ylarga dalaniki, dalada bilasizlar o'zlarini yem yemaydi. Yem kerak, qarov kerak shularga. Shu. Akmaljon keyingi partiyasi nechta? yana 2 dona arzondan chiqaraylik. Ular arzon bundan. Ha, o'ylanmay oldim deyshadi. O'ylanmay olishadi. Arzonidan chiqar to'g'lini. To'g'lisidan chiqarkan endi. Ketdik. Akmaljon, qani endi bular? Nech puldan qo'yamiz buni? Ya narx arzoni haqiqatdan. Narx 4 dan o'tib beradigan yeri bor. Narx arzon. Arzon. Qo'ydi ko'rsataylik. Bir jup to'g'li. Buni qulog'ida baldog'i bor, bu Qirg'iz-Qirg'izdan kelgan shekilli. Ha, bular Qirg'izdan o'tgan ekan. Mana qo'ylarni ko'ring, uzoqdan olib kelyapmiz, atay. Bular dumbalari ham chiroyli kelishgan ekan. Ikkovi ham sovlig'a bular ham. Sog'liq ekalasi. Garbanos. Yosh qo'zg'i o'xshayapti. Qo'zi bular. To'qli qo'zimi bular? Ha. Quloqlarni qaranglar. Garbanos zo'r, qo'ylarni qaranglar turishini. Arzon bo'ladimi? Dumbalar qarang. Arzon bo'ladi. 4 million o'tib beradigan yeri bor. 4 million o'tib beramiz. Bular haq bitta odamga 4 million. bitta odamga 4 million. Jipini olaman desachi. Jupini olaman deb 7,5 ketaveradi. 7,5 million ketaveradi ekan. Ketaveradi egalari. Hey jonivorlar, obunachilar haqiqatan 7,5 million to'g'li o'zini olaman deganga ketaverar ekan. 7,5 million so'mga ketaverar ekan mana shu ikkita to'g'li quloqlar shalpang. Qo'zilar haqiqat nima desa bo'ladi. Chiroyli qilib baqib qarab, qo'y qilib olib yursa bo'ladigan go'zal tikka dumbali variantdan ekan. Akalar, shu telefon nomer qo'yamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentga e'tibor berib turasizlar. Akalar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling.